mehnat majburiyatlaringizni muntazam ravishda buzganligingiz hamma holatda ham sizni ishdan bo'shatish uchun asos bo'lmasligi mumkin. Mehnat kodeksining 161-moddasiga ko'ra, xodim tomonidan mehnat vazifalarining muntazam ravishda buzilishi xodimni ish beruvchining tashabbusiga ko'ra, ya'ni xalq tili bilan aytganda, modda bilan ishdan bo'shatilishiga olib keladi. Bunda xodim avval ham intizomiy qilmish sodir qilgan bo'lib, ushbu qilgan qilmishi uchun intizomiy yoxud moddiy javobgarlikka tortilgan yoki unga nisbatan boshqa tarzdagi ta'sir chorasi qo'llanilgan kundan e'tiboran 1 yil ichida xodim tomonidan intizomiy nojo'ya xatti-harakat sodir etish bu tomonidan mehnat majburiyatlarining muntazam ravishda buzilishi deb hisoblanishi ko'zda tutilgan. E'tibor berish kerak bo'lgan joyi shuki, rahbar sizni aynan ushbu band bo'yicha ishdan bo'shatishi uchun siz avval ham intizomiy qilmish sodir qilgan bo'lishingiz va ushbu qilmish uchun tegishlicha javobgarlikka tortilgan bo'lishingiz kerak. Shuningdek, sizga nisbatan qo'llangan avvalgi ta'sir chorasiga ham 1 yildan ortiq muddat o'tmagan bo'lishi zarur. Agarda o'zingizni shu va shu kabi noqonuniy asoslar bilan ishdan bo'shatildim deb hisoblasangiz, o'z ish joyingizga ishga tiklash yuzasidan huquqni muhofaza qiluvchi organlarga, jumladan adliya organlariga murojaat qilishingiz mumkin. Unutmang, sizning huquqlaringiz qonun himoyasidadir.